mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Jinursin, nimalar bo'ldi? Men qayerdaman o'zi? Men bu yerga qanday kelib qoldim o'zi? Jinursin, sen endi kim bo'lding? Bu yerga qanday kelib qolding? Men shu cho'lning arvohi bo'laman. Men seni kelishingni kutgan edim. Men o'zi bu yerga qanday kelib qoldim? Men hech narsani eslay olmayapman. Sen o'zingga kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlarni shahardan izlaysan. Ular seni kutishyapti. Shoshmang, axir sizchi? Siz bu yerda cho'lda bir o'zingiz qolasizmi? Padarlanatni bolasi odamni aytganini qilsangchi, yo'qolish yo'q deyapman. Shunday qilib mening sayohatim yovvoyi va kimsasiz joylardan boshlandi. Ancha mashaqqatli yo'llardan so'ng men bu yerdagi aholilardan birini ko'rib qoldim. Biz shunchaki bir necha soniya bir-birimizga tikilib turdik, chunki men ularning tilini tushunmasdim. So'ngra hammasiga tupurgan holda yo'lni davom ettirdim. Yarim soat mashaqqatli yo'l yurganimdan so'ng va nihoyat shaharga kirib keldim. Bu yerda meni kimdir kutayotgan ekan. Yonang eshak, nihoyat men bu qarg'ish tekkan yovvoyi shaharga ham kelib oldim. Jinursin, tomog'im qaqrab ketdi. Endi nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Kechirasiz, menga bir stakan suv berib yubora olmaysizmi? Demak, sen bu yerda keligindisan. Sen shuni bilib qo'y. Bu yerlarda faqat kuchlilargina tirik qoladi. Yoki seni o'ldirishadi, yoki sen ularni o'ldirasan. Xo'sh, sen bu yerga qayerlardan kelib qolding? Men juda ham olis makon, Anilandiyadan keldim. Eshitishim bo'yicha u yerda ikkita aka-ukalar bor ekan. Arti va uning ukasi qishloqdamidi? Ha, ular o'sha yerda edi. Ularni o'ldirmasimdan oldin. Oy, o'zingni bos. Ja oshirib yormadingmi? Arti va uning ukasini-ya? Ha, men ularni bir o'q bilan o'ldirdim. Shuning uchun tez menga ichishga biron nima olib kel. Jinursin, unday bo'lsa sening isming nima? Mening ismim Anilan Dublyaj va men bu yerni o'z nazoratimga olaman. Endi bu aka-ukalarning bu yerda qorasi ham ko'rinmaydi. Mana shu sen o'ldirgan ikkita bezmiya aka-ukalarni, shularni sheriklari kelib, meni oltinlarimni o'marib ketdi. Agar sen oltinlarimni topishga yordam bersang, teng yarmini sen bilan bo'lishaman. Men seni qurol-yarog' bilan va yotoq-joy bilan ta'minlayman. Bunisidan xavotir olmasang ham bilaveradi. La'nati, men nimalarga o'ralashib qoldim-a? Ular u yerda gruppasi bilan, men esa bu yerda bir o'zim. Sassiq qari to'nka menga shu yerdan najot topasan degan edi. Ishaynikini topdim. Balkim bu yerdan qochib ketarman-a? Mana senga revolver. Mana bu o'qlari. Mana buni tayyorgarlik desa bo'ladi. Biz aytilgan manzilga borishimiz uchun bizga tezkor chaqqon otlar kerak. Otlar deysanmi? Albatta, bu yaxshi fikr. Qani, bu yoqqa kelchi. Mana bu meni otim. Qiziq, Saidnazar amaki nima qilayotgan ekan-a? Menimcha Saidnazar amakini salgina tomi ketgan. Buncha tillon yo'qotgandan keyin kanisha tomi ketadi. Men esa bu yerda o'zimdan qahramonni yasab o'tiribman. Bo'ldi, ozgina razminka qilib oldik, mana endi yotib uxlash kerak. Ana kela qol, men senga o'zimni uyimni ko'rsataman. Saidnazar, sen mehmonxonada yashaysanmi? Yo'q, bu mening mehmonxonam. O'z uyingdek his qilaver. Ha, bu yer anchagina shinamgina ekan. Mana bu esa mening xonam. Bemalol kiraver. Padarlaringga la'nat senlarni. Senlarga yotishga boshqa joy yo'qmi? Oy, balkim ular yotoq joy uchun to'lagandir, Saidnazar. Bu la'nati bomijlar menga hech qachon bir so'm to'lamagan. Kechirasan, men o'zi urushqoq emasman. Onang nishani? Ha, sening mehmonxonang shahar bedarvoza ekan. Yo'q, e'tibor berma. Ular shunchaki adashgan. Kimlarda bilmaydi deysan? Biz shunchaki yotib dam olishimiz kerak. Bilad, yuragimga to'kilding sen, haromlanmagan. Xo'sh, mana endi yo'lga chiqamiz. Xo'sh, mana buni oldim, buni ham oldim, quruq ishtonlarimni oldim. Xullas hammasini olibman. Yo'lga chiqsak ham bo'laveradi. Xullas, bizning rejamiz bunday. Xullas, bu yerdagi har bir iflosni o'ldiramiz, g'orni qo'lga olamiz. Ana undan keyin onasinikiga tiqib portlatib tashlaymiz. Tushunarli. Oy, Saidnazar, meni bir savol qiynayapti. Nega sen kecha men bilan uxlading? Chunki men 2 kun oldin Nayzangul kenaying bilan urushib qolgan edim. Ha, tushunarli.
Mehmonxonani qo'riqlash uchun bir it ham olmagan ekansan, Saidnazar. Senga itni nima keragi bor? Kenaying bor-ku. Sen 2 soatdan beri nima qilyapsan, ha? Mana bu otni qayerga bog'lashni bilmayapman. Kel, mana meni boshimga bog'la, tezroq kel. Mana boryapman. Xo'sh, bizning keyingi rejamiz qanday edi? Bizning rejamiz ularni hammasini o'ldirish kerak. Ha, tushunarli. Mana endi ovozingni chiqarma. Padaringga la'nat, ular meni otishyapti. Otlarni, ular meni otishyapti. Hay, ular meni otishyapti deyapman. Bizning B rejamiz enasinikiga kirdi, endi G rejasiga o'tamiz. Ularga iloji boricha yaqinroq boramiz. Mana ularni ko'rdim. Lit, qayerdan otishdi ular? Ko'rdim. Och biqiniga ot. Qadaringga la'nat, harromi. Jinorsan meni o'qib qolmadi. Saidnazar, orqangga qara, ular seni orqangdan kelishyapti. G rejasi ham ish bermadi, enasinikiga kirdi. Mana endi Ch rejasiga o'tamiz. Bu deganiga chaka cherry. Mana ularni ko'ryapman. Ularni ko'ryapsanmi? Bitta chala savodni ko'ryapman. Ular o'zi 4 kishi ekan. Mana endi action'ni boshlaymiz. Unaqa bo'lsa, men Ch rejasiga o'taman. Bu deganiga chaka cherry. Jinorson, ular meni bulbulga otishdi. Yellanat, yangi ishtonni teshibdi. Qani, qaysi bir otdi? Menga o'shani ko'rsat. Birontasi ko'rinmayapti-ku. Mana ko'rdim. Yoningni sana. Yallanati, shu o'q tugaydi. Yana bir marta. Yallanati, otgan o'qim ta'sir qilmayapti. Nega ta'sir qilmaydi? O'g'li mana o'lib qoldi. Men o'z va'damni ustida turaman. Senga qancha oltin kerak bo'lsa, ishtoningga shuncha siqqanicha olishing mumkin. Padaringga la'nat. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Jinorson, men hech o'ylamagandim bu yerda buncha oltin bo'ladi deb. Yo'q, xudoyim, shuncha oltin, ha? Davlen ham ko'tarilib ketdi-ku. Bular hammasi menikimi? Albatta, seniki ham, meniki ham. Bemalol olaver, ha? Albatta olaver. Bismillahirrohmanirrohim. Men endi bilasan nima qilamiz? Albatta, bu yerdan quyon qilamiz. Jinorson, ular sheriklarni olib kelishibdi. Ular juda ham ko'p ekan. Saidnazar, sen qayerdasan? Shu yerdaman. Ularni ot, Saidnazar, men seni himoya qilib turaman. Ularni ot. Jinorson, shu vaqt o'qi tugaydi. Yana bir dona qoldi. Saidnazar, men oxirgisini ko'rmayapman. Mana men ko'rdim. Qani, bu yoqqa kel, padaringga la'nat. Mana endi bum qilish vaqti keldi. Biz esa uyga qahramonlarcha qaytamiz. Ha, bu to'g'ri. Hoy, Saidnazar, sen bugunoq borib Kenayim bilan yarashib olgin. Yana bo'lmasa men bilan birga uxlashingga to'g'ri keladi. Yaxshi. Ular bizning shaharga kelishibdi. Mana ular. Shuncha o'tgandan keyin ham tirik qoldimi? Men ham hayronman. Menimcha ularning boshlig'i bir ko'zlik maxluq bo'lsa kerak. Eshityapsanmi? Saidnazar, tayyor eshik turgan joyga teshiklardan chiqib beraysan sen ham. Ularni birma-bir teramiz. Men mana bu mo'ylovlikni o'zim borib tinchitib kelaman. Sen shu yerda qol. Shoshma. Yellanati, bu otgan bilan o'lmas ekan. Yellanati, gultuvakni sindirdi. Buni pulini kim to'laydi? Kim buni pulini to'laydi deyapman. Onangning puli. Bilyat, bu isqirtni otaman deb o'zimnikini otib tashladim. Jinorson. Yellanat, eshikni nimaga ochib qo'yasan? Ana o'ldimi? Eshik nega ochasan? Noming o'chsin, Saidnazar. Boshqa eshikni ochma. Oynani yarmi singan, yarmini men sindirdim. Bunisini men sindirmoqchi deb aytmaydi. Agar ko'chaga chiqib jang qilmasak, bizni portlatib yuborishi mumkin. Bo'pti, ko'chaga chiqamiz. Men ularni chalg'itaman, sen ularni ot. Esimdan chiqibdi, ularni otgan bilan baribir o'lmaydi-ku. Ular menga qarab o'tishyapti. Ular meni o'rab olishdi.
Mana men bittasini o'ldirdim. Ular seni pastda kutib turishibdi. Bittasi tepada, ikkitasi pastda. Ular nimani kutishyapti? Ular seni kutishyapti. Yana ikkitasi qoldi. Ular pastda. Mana oyog'ing tagida turishibdi. Qani, bo'la qol. Mana shunday. Ey, yana bitta qoldi, yana bitta. Ay, billat. Mayli, hech qisi yo'q, shunaqasi bo'lib turadi. Sen meni do'stimni o'ldirdingmi? La'nati kiyilgan plastik boshingga bo'qqa o'tiraman. Ey, ularga o'q ham ta'sir qilmaydi, onangni. Men bir balo qilib, mana bu yerga o'tib, qurol yarog'larimni olishim kerak. Bo'ldi, men u yerga qanday qilib o'tishni yo'lini topdim. Saidnazar, shuncha oltinlaring bor ekan, yana pulim yo'q deysan. Hattoki podshoyi olam Harun al-Rashid ham buncha oltinni tushida ko'rmagan. Chunki u Minecraft o'ynamagandi. Ey, qara, yana keldi u, qo'shning, ustoqayim. Mana pastda kutib turibdi. Billat. Yuragimga to'kildi o'zi. Mana kela qol, qo'limdagi buxanka non bilan urib o'ldiraman. Menimcha menga buxanka non yordam bermaydi. Billat. Bo'ldi, endi birgalikda harakat qilamiz. Qani ortimdan. Nega ular seni emas, hali meni otishyapti? Men qayerdan bilaman? Balkim ularga sening isming yoqmas. Mana seni otganni men o'ldirdim. Mana men shu yerdaman. Nega sen kim qayerdagi teshiklardan chiqib yuriysan? Obbo, men senga aytdim, Saidnazar ismingni noto'g'ri qo'yishgan. Menda patron tugadi, o'zim ham tugadim. Sen bola tugaganingga 50 yil bo'lgan. Qaytib o'zingni tiklab olishing uchun bir umr ham yetmaydi. Balkim menimcha shunday bo'lsa kerak. Va nihoyat bittasini o'ldirding. Seni oldinga sakrashga menga buxanka yordam berdi. Mana, oba. Yevele, seni kulishing qilig'ingdan sovuq. Qani kim meni itimni o'ldirdi? Mana bittasi kelyapti. Mana bittasi kelyapti. Yallanat otini. Qo'rqma, bo'ldi. Yarimta yurak qoldi, yarimta yurak. Menga buxanka yordam beradi. Ey, Saidnazar, sen orqaga qaramay o'tyapsan. Saidnazar, mana yoqqa kel. Ey, mana yoqqa kel, o'lib qolsang ham. Ey, senga mana yoqqa kel deyapman. Ey, orqangdan o'tyapti. Ey, men seni hozir ambulatoriyaga ampitsilin ichadigan qilib qo'yaman. Bizimni ko'rsatmadim senga. Yelkamni ko'rganmiding? Otdi-chi. Orqangdan boryapti, orqangdan. Ey, yordam beringlar. Otdi-chi. Ambulatoriya, ambasador, ampitsilin. Yo'q qadaringga la'nat. Bo'l. Men uni o'ldirdim. Men birozgina mana shu yerda o'tirsam bo'ladimi? Menimcha hammasini o'ldirdik. To'xta tog'im shu yerda ekanlar. To'xta. Ey, meni otyapsan. Men bilmasdan otib qo'ydim. Qadrli Anilan Dublyaj Uz kanali obunachilari,